Assalomu alaykum hammaga. Va nihoyat ancha vaqt to'xtalishdan keyin biz yana qaytdik va 10-mavzudan boshlab davom etamiz. Oxirgi marta 9-mavzudan keyin video darslar olinmagandi va nihoyat mana 10-mavzudan boshlaymiz. Demak, birinchi misoldan boshlaymiz. Tomoni 8 metrga teng bo'lgan kvadrat yuzini toping. Demak, mana bu bitta kvadrat chizib olganmiz. Buni tomoni 8 metrga teng ekan. Kvadrat yuzini formulasini yozib olamiz. S barobar a kvadrat. Demak, bizda a ni qiymati 8 metrga teng ekan. Formulaga qo'yaveramiz. A ni joyiga 8 metr qo'yib kvadrat ko'tarsak, bu 64 metr kvadrat bo'ladi. Birinchi misolimiz. Ikkinchi misolimiz. Tomon 12 santimetrga teng bo'lgan kvadrat perimetrini toping degan. Kvadrat perimetri p barobar 4a ga teng. Demak, joyiga qo'yamiz. P barobar 4 ko'paytirilgan a ni joyiga 12 santimetr ko'paytirsak 48 santimetr degan javob bo'ladi. Keyingi misolimiz. Perimetri 16 desimetrga teng bo'lgan kvadrat yuzini toping. Demak, p barobar 16 desimetr. Kvadrat yuzi birinchi mana bu joydan perimetr formulasi 4a ga teng edi. 16 barobar 4a ga 4 bo'lishib o'tsa a barobar 4 desimetr bo'ladi. Kvadrat tomoni. Yuzini formulasi s barobar yani joyiga 4 desimetr qo'yib kvadrat ko'tara olsak 16 desimetr kvadrat bo'ladi. To'rtinchi misolimiz. Perimetr 24 metrga teng bo'lgan kvadrat yuzini toping. Demak, 24 barobar 4a ga a barobar 6 ga ekan. 6 metrga. Kvadrat yuzi s barobar 6 metrning kvadrati. Bu degani 36 metr kvadrat degan javob kelib chiqadi. 5-misolimiz. Yuzi 121 s barobar 121 santimetr kvadrat bo'lgan kvadrat bo'lgan perimetr kvadratning perimetrini toping. Demak, a kvadrat barobar 121 santimetr kvadratga. Ya'ni s a kvadratga teng edi. Bundan a barobar 11 santimetr kelib chiqadi. Chunki 11 kvadrati 121. 6-misolimizga o'tamiz. Tomoni 4 santimetrga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak perimetrini toping. Demak, a teng ekan 4 santimetr, b teng ekan 6 santimetr. Perimetr formulasi 2 ta qavchida a plus b ga teng. Qo'yaveramiz. 2 ko'paytirilgan a ni joyiga 4 plus b ni joyiga 6. 2 ko'paytirilgan 10. 20 santimetr degan javob bo'ladi. 7-misolimiz. Xuddi shu formulaga tushadi. P barobar 2 ko'paytirilgan qavchida 12 plus 15. Bu 2 ko'paytirilgan 27 54 santimetr bo'ladi. 8-misolimiz. Tomoni 3 metr va 5 metrga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak yuzini toping. To'rtburchak yuzi s barobar a ko'paytirilgan b. S barobar a ni joyiga 3 metr, b ni joyiga 5 metr qo'ysak, bu 15 metr kvadrat bo'ladi. 9-misolimiz. Tomonlari 12 va 7 metrga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak yuzini toping. S barobar a ni joyiga 12 metr, b ni joyiga 7 metr ko'paytirsak 84 metr kvadrat degan javob kelib chiqadi.
10-chi misolimiz perimetri 24 metrga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchakning eni 5 metrga teng to'g'ri to'rtburchakning bo'yini toping. Enini A deb olamiz. 5 metrga teng ekan. Perimetri 24 metr. Demak, formulaga qo'yaveramiz. Ya'ni P barobar 2 qavsida A plus B ga buni topishimiz kerak. P barobar so'roq 24 barobar 2 ko'paytirilgan A ni joyiga 5 plus B. 2 bo'lish bo'lib o'tsa 12 bo'ladi. 5 plus B ga B plus bu tomonga minus bo'lib o'tadi. 12 dan 5 ni ayiramiz. 7 metrga teng bo'ladi. Keyingi misolimiz perimetr 28 cm teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchakning bo'yi 3 cm. Xuddi shunaqa formula. Demak, B bizda 3 cm, perimetri 28 cm. Enini topishimiz kerak ekan. A barobar so'roq 28 formulaga qo'yaman to'g'ridan to'g'ri 2 ko'paytirilgan qavs ichida A plus 3 2 bo'lish bo'lib o'tsa 14 barobar A plus 3 ga 3 ayirish bo'lib o'tadi. A barobar 14 dan 3 ayirsak 11 cm bo'ladi. 12-chi misolimizga o'tamiz. 128 cm kvadratga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchakning eni 4 cm ga teng bo'lsa, uning perimetrini toping. Bizda S barobar 28 cm kvadrat. Eni A 4 cm ga teng bo'lsa, uning perimetrini toping. Buni so'rayapti. Demak, to'rtburchak yuzi A ko'paytirilgan B S ga teng edi. S 28 ga teng. A 4 ga teng. Ani joyiga 4 qo'yamiz. 4 ko'paytirilgan B teng 28 ga. Shundan B kelib chiqadi 7 santimetrlik kelib chiqadi. Buni topib oldik. Endi perimetrini topamiz. 2 ko'paytirilgan qavs ichida A ni joyiga 4 plus B ni joyiga 7 qo'yaveraman. 2 ko'paytirilgan 11. Bunda 22 santimetr chiqadi perimetri. Keyingi misolimizga o'tamiz. 10-chisi. Yuzi bor ekan. S barobar 51 metr kvadrat. Eni A barobar 3 metr. Perimetrini so'rayapti. P barobar so'roq deb qo'yamiz. A ko'paytirilgan B teng S dan foydalanamiz. A ni joyiga 3, B ni o'zini qo'yamiz. S ni joyiga 51 qo'yamiz. 3 bo'lish bo'lib o'tsa B barobar 17 metr bo'ladi. Buni topdik, perimetrini topamiz. P barobar 2 ko'paytirilgan qavs ichida A ni joyiga 3 qo'ysak 3 plus 17 2 ko'paytirilgan 20 bu teng bo'ladi 40 ga. 40 metr bo'lar ekan perimetri. Keyingi misolimizga o'tamiz. 14-chi misol. Perimetr 16 cm barobar 16 cm ga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak eni 3 cm. A barobar 3 cm. Uni yuzini toping. S barobar so'roq. Demak, birdan formulaga qo'yamiz. 16 barobar 2 ko'paytirilgan qavs ichida 3 plus B. Shundan buni topib olsak 2 bo'lish bo'lib o'tsa 8 qoladi. 3 plus B ga teng bo'ladi. 3 ayirish bo'lib o'tsa 8 dan 3 ayirsak 5 santimetr bo'ladi. Endi S barobar A ko'paytirilgan B. A 3 ga teng 3 santimetr. B 5 santimetr. Ko'paytirsak 15 santimetr kvadrat bo'ladi yuzi. 15-chi misolimiz. Perimetri 22 metr teng bo'lgan to'rtburchakning bo'yi B barobar 7 metr. Uni yuzini toping. S barobar so'roq.
Demak, birdan formulaga qo'yaman. 22 barobar 2 ko'paytirilgan qavs ichida a plus 7. 2 bo'lish bu bo'lsa 11 barobar a plus 7 ga. 7 ayirish bu bo'lsa 11 dan 7 ni ayirsak a teng 4 metrga. Ani topib oldik. Endi s barobar a ko'paytirilgan b. 4 metr ko'paytirilgan 7 metr. 28 metr kvadrat bo'ladi. Yuzi. 16-misolga o'tamiz. Tomonning uzunligi 6 metrga teng bo'lgan teng tomonli uchburchakning perimetrini toping. Demak, uchburchak hamma tomoni teng ekan bir-biriga. Bu tomoni ham a, bu tomoni ham a, bu tomoni ham a. Shu teng tomonli deyiladi. Aniq qiymati 6 metr. Perimetri 3a bo'ladi. 6 ko'paytirilgan 3. 18 metr bo'ladi. 17-si tomoni 3, 4, 5 cm bo'lgan uchburchak perimetr. Hammasini qo'shib qo'yamiz. 3 cm plus 4 cm plus 5 cm qo'shsak 12 cm bo'ladi. 18-misolimiz. Bunda ham shunaqa perimetri barobar 12 cm plus 14 cm plus 16 cm. Hammasini qo'shsak 42 cm. Keyingi misolimiz 19. Yon tomoni 5 cm, asosi 4 cm bo'lgan teng yonli uchburchak perimetrini toping. Demak, teng yonli ikkita yon tomoni teng ekan uchburchakda. Yon tomoni 5 cm. Mana 5 cm ekan. Asosi 4 cm. Mana bu 4 cm ekan. Teng yonli uchburchak perimetrini toping. Teng yonli bo'lgani uchun bu tomoni ham 5 cm bo'ladi. Hammasini qo'shib qo'yamiz. B barobar qo'shsak 14 cm bo'ladi. Keyin 20-misolimizga o'tamiz. Uchburchakning eng katta tomoni 12 cm ga teng. Agar qolgan tomonlari katta tomonidan 2 cm, 3 cm ga qisqa bo'lsa, uning perimetrini toping. Eng katta tomonni a deb belgilaymiz. U 12 cm ga teng ekan. Keyingi tomonni b deymiz. U eng kattasidan 2 cm ga qisqa ekan. 12 dan 2 ni ayirsak, u 10 cm bo'ladi. Uchinchisi tomoni eng katta tomonidan 3 cm qisqa ekan. 12 dan 3 ni ayirsak, 9 cm bo'ladi. Uning perimetrini toping. Hammasini qo'shamiz. B barobar a plus b plus c qo'shib olsak 31 cm bo'ladi. Keyingi misolimiz 21-misol. To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 5 va 4 cm ga teng. Uchburchak yuzini toping. To'g'ri burchakli uchburchak bitta burchagi 90 gradus bo'lishi kerak. Bizning qoida bo'yicha mana burchak 90 gradus. Kateti bittasi 4 ga, bittasi 5 ga teng ekan. Buni yuzini topish s barobar a ko'paytirilgan b taqsim 2 formuladan foydalanamiz. A ni joyiga 4, b ni joyiga 5 qo'yib 2 ga bo'lamiz. Ko'paytirsak 20, 20 ni 2 ga bo'lsak 10 cm kvadrat bo'ladi. 22-misol. To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 12 va 6 metr. Uning yuzini toping. Bu ham boyagi formuladan s barobar a ko'paytirilgan b taqsim 2 a ni joyiga 12, b ni joyiga 6 taqsim 2 qo'yamiz. Ko'paytirsak 72 chiqadi. 2 ga bo'lamiz. Bunda 36 metr kvadrat bo'lar ekan. 36 metr kvadrat.
Demak, yigirma uchinchi misolimiz to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 10 santimetrga teng. Gipotenuzaga tushirilgan balandlik esa 10 metr 4 metrga teng. Bu uchburchak yuzini toping. Demak, bitta to'g'ri burchakli uchburchak olamiz yana. Demak, gipotenuza mana bu 10 metr ekan. Unga tushirilgan balandlik deyapti. Balandlik mana 90 gradus burchak ostida tushadi. Bu 4 metrga teng ekan. Uchburchak yuzini toping. Bunaqa uchburchak yuzi S barobar S ko'paytirilgan H, ya'ni gipotenuzani S deb olsak, uni balandlikka ko'paytirib 2 ga bo'ladigan formulamiz bor. Shundan foydalanamiz. Demak, joy-joyiga qo'yaveramiz. S ni joyiga 10 ko'paytirilgan H ni joyiga 4 taqsim 2 ko'paytirsak 40 taqsim 2 bu 20 bo'ladi metr kvadrat. 24-misolimiz. To'g'ri burchakli uchburchakning yuzi 24 santimetr. Demak, S barobar 24 santimetr debman. Uzun metr ekan, metr kvadrat. Agar uning bir kateti 6 metrga teng bo'lsa, aytaylik A deylik, 6 metrga teng bo'lsa, ikkinchi katetini toping. Bu formula S barobar A ko'paytirilgan B taqsim 2 dan foydalanamiz. S ni joyiga 24 qo'yaman, A ni joyiga 6, B ni joyiga o'zini qo'yib 2 ga bo'laman. Buni bilan buni qisqartirsam 3 qoladi. Shunda 24 teng 3 ko'paytirilgan B ga 3 bo'lish bo'lib o'tsa, 24 3 ga bo'lib o'raman, 8 metrga teng bo'ladi. Demak, bitta katet 8 metr ekan. 25-savolimizga o'tamiz. To'g'ri burchakli uchburchakning yuzi 16 santimetr. S barobar 16 santimetr kvadrat. Gipotenuzaga tushirilgan balandlik H, balandlik H bilan belgilanardi. 4 santimetr. Uchburchak gipotenuza uzunligini toping. Bizdan S ni toping deyapti. Demak, S barobar so'roq. Formuladan foydalanamiz. S barobar S ko'paytirilgan H taqsim 2 dan. Demak, 16 barobar S ko'paytirilgan H ni joyiga 4 taqsim 2 qo'yamiz. 16 barobar S ko'paytirilgan 4 2 ga bo'lib olsam, yana qisqartirib olsam 2 qoladi. 2 ko'paytirish bu tomonga bo'lish bo'lib o'tadi. Shunda S barobar 8 chiqadi. 16 ni 2 ga bo'lsak 8 santimetr ekan gipotenuzasi. Tak. Chizmadagi kataklar birlik kvadratlar bo'lsa, uchburchak yuzini toping. Demak, mana har bir katak birlik kvadrat deyapti. Ya'ni katakni uzunligi 1 ga teng. Mana bu uchburchak yuzini topishimiz kerak. A bo'lsa uchburchak yuzi. Uning uchun nima qilamiz? Tak, biz formuladan foydalanamiz. Mana buni balandlik deb olamiz. Ya'ni mana bu joydan bu joygacha bo'lgan masofani H deb belgilab olamiz. H deb belgilaymiz va H ni ichiga tengligini ham yozib olamiz. Bitta katak, ikkita katak, 3 ta, 4 ta katak bor. H 4 ga teng ekan. Endi asosini topib olamiz. Mana bu tomon A deb belgilab olamiz. A barobar nechiga tengligini topib olamiz? 1 2 3 4 5 6 ga teng ekan. A 6 ga teng. Yuzini topish formulasi S barobar A ko'paytirilgan H taqsim 2. Shu formuladan foydalanamiz. S barobar A ni joyiga 4, H ni joyiga 6 taqsim 2. Ko'paytirsak 24, 2 ga bo'lsak 12. Demak, 26 javob 12 chiqar ekan. Keyingi uchburchagimizga o'tamiz. Xo'sh. 27-savolimiz. Bunda to'g'ri burchakli uchburchak ekan. Mana burchagi 90 gradus. Shu joydan to'g'ri burchakligini bilib olamiz. Demak, katet ekan. Ikkita mana bu bilan bu katet. Mana buni A katet desak, mana buni B katet deb olamiz. A katet 1 2 3 4 ga teng. Demak, A 4 ga teng ekan. B 1 2 3 4
5 ga teng ekan. B 5 ga teng. Endi formulaga qo'yaveramiz. S barobar A ko'paytirilgan B taqsim 2. S barobar 4 ko'paytirilgan 5 taqsim 2. Bu 10 chiqar ekan. Keyingi misolimizga o'tamiz. Bu misolimiz 27 edi, 28-misolimiz. Demak, 28-misolimizda nima deyapti? Bu uchburchak, mana buni balandlik deb olamiz. Mana bu balandlik hisoblanadi bizda. H 1 2 3 ga teng ekan. H 3 ga teng. Mana bu A tomon deymiz. Bu nechaga teng ekan? 1 2 3 4 5 6 taga teng ekan. A 6 ga teng. Demak, 100 ni topsak, S barobar 6 ko'paytirilgan 3 taqsim 2. 60 ko'paytirib 8, 2 ga bo'lsak 9. 109 ga teng ekan. Keyingi misolimizga o'tamiz. 29-si. Bu to'g'ri burchakli uchburchak, faqat sal boshqacha ko'rinishda. Mana bu. Aytaylik, mana bu katet A deb olsak, mana buni B deb olamiz. Ikkita katet sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 ga teng. A 6 ga teng ekan. B ni sanaymiz. 1 2 3 ga teng. B 3 ga teng. Formula S barobar A ko'paytirilgan B 6 ko'paytirilgan 3 taqsim 2. 9 chiqar ekan buni 100 ham. Keyin 30-misolimizga o'tamiz. 30-misol. Endi bu misolimizda balandlik tashqariga tushadi, ya'ni mana bu balandlik deb olamiz mana buni. Mana buni balandlik deymiz. H 1 2 3 ga teng ekan. H barobar 3 deb olamiz. Lekin asosini sanaganda mana bu joydan boshlab sanamaymiz, faqat mana bu joydan mana bu joygacha asos hisoblanadi. A hisoblanadi. Xo'sh. Bunda nechiga teng ekan? 1 2 3 4 5 ga teng ekan. A barobar 5. Demak, shu joyda ko'paytiraveramiz. S barobar 5 ko'paytirilgan 3 taqsim 2. 15 taqsim 2 bu teng bo'ladi 7,5 ga.
35-chi misolimiz. Demak, mana bu tomoni 1, 2, 3, 4 ga teng ekan. Bu tomoni 1, 2, 3 ga teng ekan. Demak, jami yuzi s barobar 3 kira 4 12 ga teng jami yuzasi. Endi mana bu bitta uchburchak edi bizda. Mana bu bitta uchburchak. To'g'ri burchak uchburchak bo'lgan 3 kira 4, 3 turga ko'paytirsak katetlari 12, 12 ni 2 ga bo'lsak 106 ga teng. Mana bu bitta uchburchak hisoblanadi bizda. To'g'ri burchak uchburchak bu tomoni 3 ga teng, bu tomoni 1 ga teng. 3 kira 1 3, 2 ga bo'lsak 1,5. Buni yuzi 1,5. Bu 1 ga teng. Endi bo'yi 1 ga teng, 1 kira 1 1. Mana bu tomon 1 ga teng, bu tomon 2 ga teng. Chunki to'g'ri burchak uchburchakda bu. Ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, buni yuzi 1 ga teng bo'ladi. Endi jami yuzamiz 12 dan ayiramiz. 6 plus 1,5 plus 1 plus 1 ni. Shunda 12 dan ayiramiz, qo'shib yuborsak qavs ichidagilar 9,5 chiqadi. Ayirib yuborsak 2,5 bo'ladi. Demak, uchburchak